Hammayo'shalom eshitish qobiliyatlarini, ingliz tilida eshitish qobiliyatlarini va lug'at boyligilarini oshirishni osonroq yo'li o'zingizga qiziqqan yoki o'zingizga kerak bo'lgan so'zlarni yodlashingiz kerak. O'zingizga ishlatadigan. Buning uchun men matematikaga qiziqqanim uchun matematika bo'yicha so'zlar yodlayman. Sizlar xohlasanglar dizayn bo'yicha yoki qanaqadir sayohat yoki boshqa narsalarni bo'yicha, sport bo'yicha so'zlar ko'proq yodlashingiz kerak bo'ladi. Agar qiziqsanglar, shunaqa mavzularni tushunish uchun mana listening qobiliyatini oshirish uchun mana bu videolarni ko'rib chiqish kerak. Buni описаниеga yozib qo'yaman. Xo'p, o'zingizlar eshitish qobiliyatini kuchaytirish uchun so'z boyligi kuchayishi kerak. Keyin bir diktant qilishayotganlar o'sha o'zingizga yoqqan, kerak bo'lgan videoni topib diktant qilasizlar. Keyin men bitta o'sha yozib diktant qilib chiqqaningizdan keyin qanaqa diktant qilishni men bo'lni tushuntirib berganlar. Men bitta o'zim description subtitrlarini ko'rib tekshirib chiqib, keyin o'sha xatolaringni qanaqa ishlashini tushuntirib berganlar. Bu yerda yana bitta eng kerak deb o'ylayotgan narsa, men programmada bu videoda ishlatilgan hamma so'zlar bor. Mana B2 dan boshlab hammasida, ya'ni hech tilda umuman ishlatilmaydigan. Mana shularni yodlab chiqsanglar, yodlashingiz kerak bo'lgan so'zlar tayyor. O'zingizlar topib orasidan yozib o'tirmaysizlar. Mana shularni lug'atingizga yozib qo'yib, bo'lni yodlab borsanglar foydali bo'ladi. Kerakli so'zlarni bittada yodlaysizlar. Kerak emas bo'lgan so'zlarni yodlab vaqtingizni bekorga ketkazib, keyin ularni ishlatmasanglar, nezashto'yingizdan chiqib ketib o'tirgandan ko'ra bu programmani qanaqa sketchat qilsa bo'ladi. Bu programma bitta turadi. Buni sketchat qilganingizdan keyin nastroykadan o'zbek tiliga qo'yib olishingiz kerak, ham ingliz tiliga qo'yishingiz kerak. Nastroykalarni o'zingizlar qilib chiqasizlar, to'g'rilab. Bitta tushuntirgan. Keyin buni o'zini ichiga kirsa yana o'zini narsalari bor. Buni ham bitga mana bunaqa deb mana yozsanglar shunaqa deb bittada boshida chiqib keladi. Keyin bittadan ustini qilib ishlataverasizlar. Misol uchun computer science ga qiziqqanim uchun mana computer science ga videoni olaman. 10 minutligini jakot 10 minutligini olishingiz kerak. San bir tushuntirib berganlar bo'yicha. Misol uchun 10 minutdan o'zi ko'p eshitish qobiliyatini kuchaytirish bo'yicha bo'lyapti-da. Eshitish qobiliyatini kuchaytirish bo'yicha 10 minutdan darmanda ko'p hisoblanadi. 5-6 minutliklari o'zi yarim soatcha vaqt ketadi. Chunki ularni har bitta mana shu har bitta gapini har 2-3 sekundini har 2-3 sekundini bir 10 martalab 50 martalab eshitishingiz kerak. Eshitish qobiliyatini yaxshilayotgan. Computers have become smaller and more powerful. O'zi mana shu videoda ishlatilgan so'zlar bor. O'sha so'zlarni yodlash yodlashinglar bo'ladi. Lug'atga yozib, keyin bilan hammasini alohida yozib o'tirmaysizlar. Oson tarafi o'zimda tegida chiqazib beradi. Chiqazmagan sababi men bitta anaqa qo'yish kerak. Mana o'zbek tiliga qo'ydinglar, endi ostiga bosdinglar. Nature talaffuzi bilan bitta o'zbekcha tushuntirishlari, bitta yana o'zbekcha tarjimalari, bitta yana Everything in nature is awesome. Mana shunaqa narsalar bilan tushuntirib. Nature is changing. Mana shunaqa gaplarning orasida kelishi bilan tushuntirib beradi. Bilmagan so'zlarni yozib chiqib, yodlab olsanglar, lug'at boyligini oshirishga zo'r narsa. Eshitish qobiliyatini oshirishga zo'r narsa. Bitta
transkripsiyalarini ham chiqarib beradi. Yozib chiqasizlar. Keyin mana shu bo'yicha tekshirib chiqasizlar. Xatolarni ham bir tushuntirib bergan. Nima qilishni. Просто mana shu programma zo'r narsa, shundan foydalanish kerak.